Toshkent metropoliteni to'lov tizimida yangi bosqichga chiqdi. Endi siz metroga tushganingizda kartangiz yoki telefonni qidirib o'tirishingiz shart emas. Qo'lingizdagi kaftdagi chiziqlar sizga to'lov uchun yordam beradi. Buning uchun avvalo bir marotaba mana bunday kiosklarda ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Toshkent metropoliteni to'lov tizimini qulay tarzda to'lovlarni amalga oshirish maqsadida joriy etilgan bu tizim 2005-yilga o'tgandan keyin bu to'lov tizimidan amalga oshiruvchi yo'lovchilar soni 3-4%, ya'ni bizda bir kunda 1 millionga yaqin yo'lovchi tashilsa, shundan 3-4%ni qamrab olgan. Toshkent metropoliteni kassa oldidagi navbatlar qolmadi. Toshkent metropolitenining qolgan stansiyalari, ya'ni 21 stansiyamiz hali o'rnatilmagan bo'lsa, bu o'rnatilish jarayonlari 2026-yilda rejalashtirilgan yo'lovchilarning talabiga qarab turib qo'yib boriladi. MyID PalmPay orqali to'lov tizimiga o'tish uchun albatta siz ID karta olgan bo'lishingiz kerak, pasport bo'lishi kerak. 16 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolar uchun bu amal qiladi va bunda to'lov tizimini amalga oshirishda faqat bir kishi uchun, ya'ni kimning nomiga reyestratsiya qilingan bo'lsa, mana ro'yxatga o'tilgan bo'lsa, faqat shu odam to'lov qilish imkoniyati beriladi. Agar yoningizda hamrohingiz bo'ladigan bo'lsa, ularga alohida to'lov amalga oshiriladi.